komfort paketlar bormi? Ota-onami komfort paketda jo'natmoqchiman. Bizga O'zbekiston 12 ta viloyatidan borsa qulay bo'lsa yaxshi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, xullas 12 ta viloyat uchun akalar komfort paketlar tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa sizlar duo qilib turasizlar. Eng asosiysi Toshkent Madina yo'nalishida, Vodiydan Farg'ona Jidda yo'nalishida. Xo'p, komfort paketlarimizni sharoitlari bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Komfort paketimizda xo'p mana ikkiga bo'laylik. Farg'onani komforti bilan Toshkentning komfortining farqi bor. Farg'onani komfort paketi Madina Munavvarada Xudo xolasi 100 metr masofada, Makka Mukarramada 1,5 kilometrda. Endi 1,5 kilometrdan uzoq deyishlarim mumkin. Buni sababiki maxsus bitta ko'cha bor, 10 ta gaz listasi bo'lsa akalar, 20 ta avtobus bor. Faqat 20 ta avtobus uchun maxsus yo'l qilishgan. Boshqa Saudiyaning avtobuslari yoki da Saudiyaning oddiy yo'lovchilarning mashinalari kirmaydi. Ya'ni ana shunaqa yo'l ochilgan. 5 mahal namoz vaqtiga ota-onangiz qatnay oladi. Bir juma Madina, bir juma Makkaga to'g'ri keladi. Xudo xolasa Madinada ham, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xudo xolasa Madina ziyoratlariga keladigan bo'lsa, Masjidun Nabaviy, Ravza-i Sharifga kirish, Qur'on bosmaxonasi, Qubbo masjidi, Uhud tog'i, ikki qiblali masjid, Xurmo bog'ida kechki ziyofat akalar. Makkada Qizil dengiz sayohat, Hiro g'ori, Savr g'ori, Arofat, Muzdalifa, Jamorot, Masjid al-Jin, Hadija onamiz maqbaralari, inshaalloh 10 ga yaqin ziyoratlar. 50 boshlarimizni xizmatidan ham ko'ngillaringizni to'q qilasizlar. Aeroport albatta sizlarga bejik beriladi, sumka beriladi, kamzillar beriladi. Har bir reysda 50 boshlar birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa komfort sharoit $1150. Endi Toshkentdan 21-23 Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz Xudo xolasa 50 boshlarda hamrohligi 14 kun, Madina Munavvarada 100 metr, Makka Mukarramada 1 kilometr masofadagi gazisiga joylashasizlar. Toshkent Madina e'tiborli bo'lasizlar. Xudo xolasa Madinada Qubbo masjidi, Qiblatayn masjidi, Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Madina Qur'on bosmaxonasi, Abdulhamidxon tez yurar poyezd stansiyasi. Xo'p, mana 1 2 3 4 5 6 G'amoma masjidi, Abu Bakr roziyallohu anhu masjidi, Umar roziyallohu anhu masjidi, Ali roziyallohu anhu masjidi, Zulhulayfa minqoti. Madina Munavvaraning o'zida Toshkent komfort paketimizda 11 ta ziyorat. Makka Mukarramada Arofat vodiysi, Rahmat tog'i, Muzdalifa vodiysi, Mino vodiysi, Jamorat, Jannatul Muallo qabristoni, Jin masjidi, Shajara masjidi, Ruaya masjidi, Oysha onamiz masjidi hamda Sulaymon Rojihiy masjidida kechki ziyofat, Qizil dengiz sayohat, Obshi Makka Mukarramada 12 ta ziyorat bo'ldi. Bu paketimizda Madinada 2 mahal beriladi, Toshkentda komfort paketimizda Makkada 3 mahal. Ovqatlari chiroyli, sharoitlari juda ham go'zal. Xudo xolasa ziyoratchilarimiz bizdan mamnun va xursand bo'lishadi. O'sha aytib o'tganimizdek bejik beriladi, kamzil beriladi, sumka beriladi. 50 boshlar Toshkentdan ham birga borib, birga keladi. Xudo xolasa komfort paketimiz Toshkentda ham narxini $1150 dan qilib belgilaganmiz. Endi bizdan Ramazon oyiga hamda yanvar oyiga standart paketlarimizning narxlariga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, yanvar oyiga 21 Farg'ona Madina, 24 Farg'ona Madina, 25 Namangan Jidda, 26 Namangan Jidda, 31 Farg'ona Madina. Ushbu reyslarimiz hammasini $995 dan chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa Ramazon oyiga Farg'ona Jidda yo'nalishida fevral oyi 3-10-da Ramazon oyiga kirmaydi, 10-da reys Ramazon oyiga kiradi. 6 kun Ramazon oyi ro'zasini tutasizlar $1045 dan. 17-24 Ramazon oyining 14 kun inshaalloh ro'zasini tutasizlar 2-10 kunlik $1095 dan. Ramazon oyini Laylatul Qadr kechasini, hayit namozini o'qib kelamiz deganlarga inshaalloh 3-mart, 10-martga $1299 dan joylarimiz bor. Bemalol bizga aloqaga chiqib to'liq ma'lumotga ega bo'lsalaring bo'ladi inshaalloh. Aziz yurtdoshlar, Ramazon oyida umra safariga boradiganlarga aytib o'tamiz, hech qanaqangi ziyoratlar, hech qanaqangi sayohatlar bo'lmaydi. Faqatgina ibodat bo'ladi hamda ovqatlar Ramazon oyida bo'lgandan keyin 2 mahal bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Makka Mukarramada, Madinada o'z 2 mahal, gaznitsalaring Madinada 100 metrdan 300 metrgacha, Makkada 1,5 kilometrdan
2 kilometrgacha bo'lgan gastnitsa bo'ladi. Odam juda ham ko'p bo'ladi. Aziz vatandoshlar, Umra safariga boryapsizlarmi? Belda mahkam qilib baylanglar. Inshaalloh biz o'qatni, gastnitsani chiroyli qilib beramiz, lekin odam ko'pligidan tartib boshqacha bo'lib ketadi. O'shaning uchun shunga rozi bo'lib boringlar. Ya'niki haram hududini 4 kilometr atrofini to'sib qo'yadi. Avtobuslar qo'ymaydi. Oson bo'lmaydi Ramazon oyi hayit namoziga. Hajdan ham ko'proq odam boradi. O'tgan yil eslanglar, Ramazon oyiga qancha ko'p odam kirgan. Masjidul Haram hududiga 3 kun oldindan hayit namoziga Ka'bani oldiga ashitda o'tirib joy olganlarni eshitganmiz biz. O'shaning uchun aziz vatandoshlar, eng asosiysi Centrum Holidays rasmiy litsenziyaga ega firma orqali Umra safarini tashkillashtirib beramiz sizlarga. Xudo xolasa barchasi qonuniy bo'ladi. Hozir aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.